Diqqat aholiga shoshilinch xabar. O'zbekistonda pasporti bor fuqarolar darhol xabardor bo'ling. Endi 1,236,000 so'm jarima to'laysiz. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekistonda va jahonda sodir bo'layotgan so'nggi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Like bosganlar video rolik oxirida 15,000 so'm egasi bo'lasiz. Diqqat qiling. Endi pasportingizning muddati o'tib ketgan bo'lsa 1,236,000 so'm jarima to'laysiz. Fuqarolik pasportining muddati o'tganidan so'ng uni 1 oy ichida ID kartaga almashtirishingiz shart. Aks holda muddati o'tgan biometrik pasport o'z vaqtida almashtirmaganlik uchun ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 223-moddasiga ko'ra ma'muriy javobgarlikka sabab bo'ladi. Jarima miqdori bazaviy hisoblash miqdorining 3 baravari, ya'ni 1,236,000 so'mni tashkil qiladi. Pasportingizga hoziroq qarang, agarda muddati o'tgan bo'lsa, uni 1 oy ichida almashtirib oling, shunda siz jarima to'lamaysiz. Aziz do'stlar, xabarlarimiz keng tarqalib, barcha fuqarolarga ham yetib borishligi uchun like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.